hovlida sharsharalargacha bor ekanda, yozda salqin bo'lib, suvlarni shorillatib o'tirasizda, o'zlari uchun qurilgan mana shu 2 sotiqli uchastkani srochniga va shishkalar narxga bosib olsangiz bo'ladi. Faqat hozir bitta like bosib, yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Umumiy 6 xona, undan tashqari bitta xo'l. Uyda umumiy uy ichida 4 ta sanuzil, tashqarida bitta sanuzil, ya'ni 5 ta sanuzil bor uy o'zida. Tasavvur qiling. Yozgi oshxona, tapchan zonasi, stol suluv zonasi, xullas hovlida bitta mashina ketadigan, tashqarida 3 ta mashina ketadigan joyi ham tayyor. Lokatsiyachi shunda Xonobod, Sergeli tumani Xonobod Beruniy mahallada ekan. Mana buni qarang. Mana shu joyga srochniga 171.900 ga bosib olsangiz bo'ladi. Gap yo'q. Lekin mana shu qishda menimcha pul yetish uchun hamma arzonroqqa berib yuborilyapti. Kun isib qolsa menimcha narxlar yana o'ziga qaytib qolsa kerak. Yaqinlaringizga tarqatib qo'ying-da, uchastka qidirib yurgan bo'lsangiz, shikalat variant ishoning. O'zlari uchun qurganlar dedim-ku, uy ichini qarang, remontlarni ham deb bilan sifatli mahsulotlardan qilganlar. Remontga tushiradigan odam bitta ko'rsa, da rostdan narxiga stoytagan deydi.